boğan arzu arman üçün kana. Xoş, aziz mehmanlarımızı tanıştırıp ötüşdən ilgiri mən səhnədəki bizning daimliq mehmanimizni özünü tanıştırıp ötüşə təklif qılman. Bugün mən tanıştırmay özünüz bir tanıştırıb etəmsiz köpçilikə. Köpçilik yaxşımısınızlar? Mən Ali Qurban. Xoş, undaqda biz aldı bilan proqramımızga alayda qadam təşrif qılğan karxançılarımızı tanıştırıb etdimiz. Şinjan Changzhou guruhining qurğuchisi Mehmet Tursun lider, xoş gəldiniz. Şinjan Shulabao şirketining obraz vakili Nur Muhammed Muallim, hoş geldiniz. İtibar guruhining qurg'uvchisi Asqarjon, hoş geldiniz. Changzhou guruhi igilik tiklash klubining ilmiy mudiri Farida Muallim, hoş geldiniz, qatnashamiz. Şinjan İdeya Karxana Məsləhətçilik şirketinin ali məsləhətçisi Abdurrahman Celil, hoş geldiniz. Açalımız. Hoş qadrli görmən dostlar. Undaqda bizim bugünkü son proqramımızga kim qadam təşrif qılğandı? Qandaq arzu armanlar bilan kelgandı? Qandaq ötganlarni biz ötgandı? Birlikdə ekran orqali ko'rib baqamiz. Marhamat. Changzhou guruhi xas namini olgan Jakar Madaniyat tarqitish shirkati ishlagan Güzel Hayat programmasi. Men maydon sirtidagi riyosatchi do'stinglar Almira Barxat. Tashviqotimizni ko'rgan nurg'unlagan do'stlarimiz bilishi mumkin. Programmamizni suratga ilishdan burun jamiyatimizdan arzusi bor bo'lgan do'stlarimizni tizimlashga boshlagan edik. Shuna qilib har millat, har soha, har kasbdan bo'lib Güzel Hayat programmamizga nurg'unlagan do'stlarimiz tizimlatdi. Ana shu tizimlatgan do'stlarimizni Güzel Hayat programmamizning xas namini olgan Changzhou guruhining baş lideri Mehmet Tursun'a bir qo'lliq tanlab berdi. Qiyinlik nabasa diqqatimiz ekranimizda bo'lsin. Hey oldu mu? Tanladı be? Buldu. 179. numaralık Mahir. Tanladıptı. 179 numaralık Mahir bo'lsa, İbrahim Qurban, yaşı 49 yaş, kasbi naqshchi, yurti 90. 90 da? Ha, iyilikle İbrahim Qurban. Bu adam çok mühim bir arzu bilen geldi. Özge işinizden en yaxşı amalimiz şu özü qilmoqchi bo'lgan ishni en yaxshi qilish deymiz. Güzel Hayat programmasininki o'tganlarning qanchalik qiyin bo'lishidan qat'iy nazar İbrahim akamizniki shu o'tganlarning muvaffaqiyatli o'tishiga omad utuqyor bo'lsin. Naq maydon sanda ko'rishaylik. Marhamat. Bu sonda tanlangan ta'laylik arzu egisini sahnimiz taklif qilamiz. Marhamat. Niyada bizning sahnimiz aka qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Bu son programmamizga qatnashgan mohirimiz bo'lsa İbrahim kamkan eng avval ekrandagi ko'rman do'stlarimizga salomingizni yo'llab o'tgandan keyin andin paranglashaylik, ma'qulmi? Salam ekran oldidagi ko'rarman qarindoshlar, yaxshimisizlar? Şu Güzel Hayat programımızda ben özümün güzel hayatımını bir namoyon qilib chiqdim bana. Wow, qizg'in qarshi olamiz İbrahim aka. Sizning tanlab qolganingiz faqat o'ynab yetmayapti ekan. Men sizning noshlaringizni pek yaxshi ko'rmayman. Rahmat ukam, o'ylab baxmaga ishlarni qilmayman. Lekin aka bizning eng avval arzu sahnasiga berishdan burun o'tadigan bir o'tganlar bor. Undaq bo'lsa, sizga chiqadigan vazifangiz balkim ig'irroq bo'lib ketqazqanaqlarmi? 100 kilotni eshkatmisini ko'tarib qudalaymidek ig'irib ketmisizlar. Biz topni cho'kitish orqali siz belgilab berasiz. Endi biz bilamiz. Ekrandan ko'raman. Ne ko'rtirma. Anda olsun. Bulamda. Bo'ldi. İbrahim kamga zodi qanday vazifa chiqadiganini birlikda ko'rib baqaylik. 3, 2, 1, başlandı. Ha, bu. Kaçıncı numaralık top çıkandır görüp bakalım. Sizge çıkanı bolsa 39. numaralık top çıktı ya. 39. numaralık topun içinde zaten qanday vazifa vardı birlikte görüp bakalım. İşkap quraştırış deydi. Ben qilalayman. Rasman? Masa işbəsiniz qilalayman ukam. Ha, men masa işbirman. Lekin bizning programmamizning bir qoidasi bor. Har qanday vaqtda men va mening program guruhimizga qatnashgan arzu egisi mayirlarga qilchilik yordam qilsak bo'lmaydi. Endi ukam menga shu bolta bir narsalarni olib berishga yordamlashsangiz bo'ldi. Qilganimdan keladi aka. Undaq bo'lsa İbrahim akam o'zining vazifasini qabul qildi. Biz rasmiy boshlasak bo'lamdi İbrahim aka. Bugungi bo'lsa programmamizga qatnashgan ta'laylik arzu egisi bo'lsa bizning
faxrlik akamiz İbrahim Kam. İbrahim Kamga chiqqan vazifasi bo'lsa ishkab qurashtirishga. Undan bo'lsa İbrahim Kamga chiqqan mushu ishkab qurashtirish vazifasini g'albalik holatda tamomlayamamdi. Diqqatinglar yana ekranimizda bo'lsin. Keratxonalar Chanjo Guruhi xos nomidagi Güzel Hayat programmasi. Bu programmamizga qatnashgan mahirimiz İbrahim Qurban. İbrahim Kam bizningki xizmat guruhimizdagi bolalar ishkabdan birini akapdi. Buning egizligi 1 metrda 60 ekan, kengligi 80 sm, uzunligi 40 sm ekan. Hamda xili chiroyli naqshlari bor bir ishkab ekan. Bu xildagi ishkabni odatdagi vaqtda siz qurashtirib boqqam yo'q, bilmadim. Lekin hamda bugun sizni sal jafo qo'ydigan bo'ldi. Maylama. Unda olsa bu ishkabni bir oldi bilan ben bir ko'ray. Ko'rgandan keyin siz moslashib berasiz. Ma'qul. İkimiz bir axla boshlab ketimiz, ishkabni qurashtirib chiqamiz. Men ishkab qurashtirib yurgan odam emas, ammo lekin qila olmaydig'imni bilaman. O'zim kishiniman deysiz-ku. Xo'sh, shunday bo'lsa, İbrahim Kam bugungi vazifasini to'liq o'tayamda, hammamiz birlikda ko'rib baqaylik. Undan bo'lsa, İbrahim Ka, shu ishkabni avval bir tutib bilib olsangiz, andin boshlasak bo'lamdi. Boshlaylik. Bo'ladi. Undan bo'lsa, sizning shu so'l tarafingizda aka. Ha, to'g'ri. Ranglar shunday chiroyli ekan bu ishkabning. Rangim chiroylikmi-ki? Ha, naqshlari bor ekan. Naqshlari bor. Bu sizga sal qiyin to'xtab qolarmikin deb ansirayapman. Bunda ishkabni men tutib boqmabdim, qurashtirib boqmabdim deb qo'yaman. Davomli ishkab qurashtiradigan odam deb gapirdim. Chiroyli ishkabga bu. Nimaki buni markasi? Marksimi? Jakar. Jakarniki bu. Shuni bir jakal otamdi, putdi deb. Putga vaqtda bir jakarli vaseklar. Qanday? Endi boshlasak bo'ladimi? Boshlasak bo'ldi. Bo'ldi, ha? Ishonchingiz bor. Ishonchim bor. Xudo xohlasa, hozir İbrahim Kam o'ziniki ishkab yasash vazifasini boshlab ketmoqchi. Qilalamdi, qilamamdi. Endi davomli diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Unda bo'lsa İbrahim Kam boshlamdi. Boshlaymiz. Unda bo'lsa bu shu ishkabniki put tarafini ekran, tak tarafini boshlaylik. Eng ostidagi tarafimi? Shu. Uy. Yig'irmiki. Siz menga qarashib bergan bilan men sizga qarashib bera olmayman. Uy. Qana buni oldi. Bu yoqda. Mush oldi. Ya, oshma? Mush oldi. Ha, motor bo'ldi ulamda. Bir taxshi bo'ldi tekib size. Mush o'ziniki ishlatadigan aka. Machu mamiya. Aka, ashlandı berhamda. To'g'ri. Shu tiramda? To'g'ri. Shega. Tushdimi? Tushkilotida. To'xta. Tushdi. Qo'yaman. Plus qismagan bu. Yo'q, bismillah. Uy. Hozir. Bo'ldi. Bu turdi hozir. Bir taraf bitti shunama. Ha, buni bek tatman hozir. Ha, ma'qul. Bundan olsa shu Kichkin yana cho'ng bor. mana shu boltlardan endi apiranganda. Endi bildim cho'ng kichik boltlarning nima ishlandig'ini akajimi? Uzun ishlatganini ilg'amdi. Min. Qanchadan lozim bir tama? Ne bo'ldi shundan? Ondan ekilandim yani. Nima? Keyinnikini ekilandim. Ko'tirib. Yo'q, u emas aka. U emas, to'xta. Ha, bo'ldi. O'yjon, to'xtang aka, men ko'tirib berayman. Ha? Voy. Bo'rsa yerga. 2, 3. Tushdi. Ha, keldi, to'xtangda. Ay, yondirib tushirdim. Tushdi. Ha, tushdi. Ha, bo'ldi. Ha. Bo'ldimi? İbrahim akam hozir shunchalik jafolikda, shunchalik bir tasdiqni qilyotdi, lekin qanday voysig'imni bilmayman hozir qadar. Hozirmi shu 30% yer bitdi. Qolgan 70% yeri bor. Hamma tushdimi? Tushdi. 3, 2, 1. Bism. To'rttalani badimi? Tuydi bu bo'ldi. Hamda. Mana qadrli ko'rgan do'stlarimiz, hozir İbrahim Kam o'zining vazifasiniki 80% yerini o'rindab bo'ldi. Yana hozir 20% yeri qoldi. Demak, hozir shu ishni o'rnatib eslam, bugungi ishkab
quraşdırış vəzifəsi tamamlanğan buludu. Demək İbrahim Kam özünün arzusuğa yetiş aldıdı, turvatıdı. Onda bu işini tamamlap bolğan ekan, güzel arzularının nimelikini bilginiz bolsa yana davamlıq deyixtiniz, ekranımızı bolsun. İşqab quraşdırış vəzifəsini tanlap bolğandan keyin qılamay qalsam deyəmdə bir oylab bolğan etdi. Yo'q. Qizim jiddiylashdingizmi, ota qilalamsiz deydi. Qilmasam sizni qildiğinizmi biletdim deydi. Ben çünkü öyle kıldığımda bildim. Ekran aldı bolğandaki ekran aldı nurgun körelmeler var. Doğru. Kızım bana köngül bilip apısı birden kip çarçap kalasızmı deydi. Mening hem de ailem dostum keyfimni buzduğu adam yokçu. Nayet dostlarım ailemdeki adamda pek mehriban, pek akıllı bula. Şunu sizin turmuşunuz texmi güzel aka. Güzel bek güzel. Turmuş güzel. Hazır mana. Mana qadrli dostlarimiz hazır. Hazır. İbrahim Kam özünün işqab quraşdırış vəzifəsini tamamlap boldu. Meni hazır ballarım ko'ryotidim, ishlatiblar. Xo'shib. Faxrlanib ko'zlari issiq yashardi. Meni tayyorlab ketganimni ko'rib hozir. Sizni yolpishni unutib qolibdim maras. Ayolimni ish chaqirib qolgandim hozir. Ta'sirlanib sizdan hozir. Mishat bir tal qoldi, men aka. Endi buni oldiga o'rib ko'rmalarimiz ko'rsatib qo'yaylik. Mana qadrli ko'rman dostlarimiz ko'rib turganinglardek hozir İbrahim Kam o'zining vazifasini tamomlab oldi. Balkim hozir bu ikki tarafdagi ishqobga qarab qaysini İbrahim Kamningki qurashtirganligini bilmay qolgan bo'lishinglar mumkin. Chunki İbrahim Kam qat'iy chanmagan asosda shu zavoddan qurashtirib chiqqan holatda shunchalik puxta chiroyli sipda qurashtirib berdi. Ya'ni shu o'ng tarafimdagi bu ishqobni shuningga deydigini İbrahim Kam muborak bo'lsin. Bizningki bu o'tkilimizdan o'tdingiz. Endi siz Şemsiye adamning qishiga bora olasiz. Rahmat, ukam siz menga obda yordam qildingiz. Xo'sh bo'ldim. Rahmat. Bu cho'qim qilishimizga tegishli ish. Undaq bo'lsa, vaqtni ching tutgan asosda Şemsiye adamning maydoniga boraylik, ma'qulmi? Unda o'z bo'ldi. Ma'lum. Qattiq hayajonlandiqchimi? Ko'rib o'qchi, ko'pchilik men o'xshash hayajonlangan bo'lishinglar mumkin. Hayajonga qaraganda ta'sirlanish va qoyil bo'lish tuyg'usi menda kuchliroq bo'ldi deb qarayman. Unda oldi bilan shu alqishlarimiz bilan İbrahim akamni sahnamizga taklif qilib olamdik. Merhamet aka. Yaxshi turdingizmi? Sizga rahmat. Yaxshimi? İbrahim aka, amdan ketib boramsiz ey aka. Şemsiye. Shunaqmi uzun bo'lib ketishimiz ko'rishmagili aka, ey. Umrimni ko'rib boqmadim men sizni. Canım aka, yaxshi turatamsiz? Yaxshi, ukam, yaxshi. Sizni güzel hayat sahnasida ko'rib, bek hayajonlandik aka, bek xush bo'ldik. Men bek xush bo'ldim, ukam. İbrahim kamni men bir necha qitim ziyorat qilgan. İbrahim kam mening hayotimda menga ta'sir qilgan, menga aktiv energiya bergan muhim kishilarning birisi hisoblanadi. Bayaqi shu ishqab qurashtirgan filmingizni ko'rib, İbrahim aka biz bek ta'sirlandik, ham bek hayajonlandik. Tez kelgandi, lekin siz burun o'zingiz ishqab qurashtirib beqitgansiz shuni qaraganda, qila olayman deb qo'rqmaydigingiz qaraganda. Odatda hamda uyda mening ikki balam bor, bir o'g'il, bir qizim bor. Cho'qim bularga ota bo'lgandiki ulgu bo'lgan bir tarafimiz bo'lmaydi. To'g'ri. Meni balam mayli qizim bo'lsa, o'g'il bo'lsin, uyda asos jihatdan shu bundaq necha yillab ketgan narsalar bo'lsin, ishqablarning tutqishtirimi odatda midrab ketmaydi. Men halqiliq vaqt ajratib shu bir oyda bir qatim, 15 kunda bir qatim to'laroq biz ishiltadigan ishqablarniki shu boltlarni chingitib turman, o'rindiqlarning boltlari deymiz. Va bolarimga ta'sir qilgan o'xshaydi. Odatda bir narsani yo'tkashga to'g'ri kelsa, o'ylanib buni hamda qanday qilsak yenik o'rinlashtirg'il bo'ldi, muvofiq o'rinlashtirg'il bo'ldi deb uyda dastlabda bizning bir shu Urumchiga yo'tkaydigan bir
bir şkap banda. Ma şkaptın küçük şkap bu. Şunu olan bunu maşını besiz doğru geldi. Maşını bassak nurgu orun tutup aldı ki bu. Şunu bunu hem de qarab bakaycımı bunu dep oyak örüp nıqsa bu bultusu var ki bunun o çıqasam bulmadım dep. Şunu çıqırıp bir nevet mangay oldu man ayam buldu hem de. Es şu qabıtım sel yuqur bolsa gerek. Şunu quraştırıp çıqıp ögünüp aldım dep qo'ymiz manda. Ögünüp aldım dep qo'ying. Ögünüp ilişki qaraganda sizning jur'at qilish ro'yingiz texmo adamni ta'sirlantirdi aka. Hamma ishni sinab beqishga jur'at qilish. Siz bayatın mao VCR'da çıraylık degan gap işlettiniz, e? Çıraylık degan gap çoqum işiltime, davamlıq işiltime. Siz nimaga asosan nimalarni bunday çıraylık deb ayrıysiz? Çıraylık degan o'lcham nima bir odamniki kishilik munosabatiga qarata, menga tutgan pozitsiyasi qarata onun çıraylıqlığı hüküm qilma. Bayata işkap sizga hech qanday bir pozitsiya bildimdi. Pozitsiya nimaga asosan çıraylık dedingiz? işkap pozitsiya bildirmez qurashtıramayım ya pozitsiyasi balki oldinin ishinin o pozitsiyasi balki oldiningki deb güldürüp balki keyin tarafı gülmagandaki pozitsiyasi ko'ranmadi keyindan Demek siz şu gülga asosan çıraylık deb bekitdingiz. Shundaq. Endi aka mushu mao ishkapni qarashtirish tez keldimi sizga? Tez keldi. Tez keldi çünkü men bu ishkapni men tutum bakmaptım men bundan burun. Hem de men ansirdim sonimizmi bek undan maslaştı. Aş qizbal yardımlaşmasi qancha vaqt qildingiz? Yalğız bo'lib qolsiz. Yardımlaşmagan bo'lsa ham de buningga vaqt ayrig'il olmaydi ham de. Ammo qila oladingiz. Vaqt uzun ketdi. Uzun ketdi. Ras uzun ketdi. Uzun ketdi. Navoda yaxshi qilolmay qolsam qanday bo'ladi degan o'ylashdingizmi aka? Yo'q, ham de ishkilangan narsani qilmaslik kerak. Kangro guruhi. İbrahim kam şu üzün kesbidime intayin mening nazarimda uftu qazangan üzün arzusuga yetgan deb o'ylayman de. Üzün kesbidime chaqnaqliq, naqsha, aytish, yumor so'zlash jihatda so'rlarga berib qolsak, uchrashib qolsakmi, chaqchaq bilan shu so'rni shunda qizitib bir xil avji ko'tarib o'ltirib turadi. Andan keyin baya joji qurashtirish degan vazifa chiqqandimi? Ikkilanmaylam. Men qila olayman, inkas shunda tiz, men qila olayman deblam tushdi. Balki meningcha uningdan boshqa vazifa kelgan bo'lsa-mi, cho'qim yana men qila olayman deb tushishi mumkin-da. Meningcha iqtidor desam, o'sha Ibrohim kamligini iqtidor desak, tamoman tub-to'liq tushadigan bir iqtidor ekan bu. Sizni burundan boshlab hurmatim bek cho'nqirdi sizga. Ma VCRni ko'rgandan keyin texmi sizga hurmatim oshdi. İbrahim akam özünün tuyg'ulari bilan, özünün san'atlik dunyosi bilan hayotni go'zal deb tunuydigan, özünün irodasi, tirishchanligi bilan, hayotga bo'lgan umidvorligi bilan hayotni go'zal deb tunuydigan bir suyumlik akamiz. Mesela sizga tuyğus bir taş yoki bir mındaq tuyğus bir narsa kelsa, taxti tulab, ashuni mındaq his qila olamsiz deyman. Bak varan churun bo'lib ketmisizlar. Tuya olamsiz. Tuyman. İbrahim akamning ashu Bilgil bo'ldi ashuni. Bilgil bo'ldi. Ash tuyg'usiga men bek hayron qolman. Hayotni go'zal deymiz, hayotni yana adil deymiz-ku. Masalan, İbrahim akam baya ko'rish to'g'risida gap bo'lindi. Qarashini silab topa oladi degan gap bu. Ko'rmagan bilan, biroq İbrahim akamning masalan anglash sezgusi, his qilish tuyg'ulari bek kuchli. Inchik tafsilotlarni nazardan saqit qilib etmaydi-da. Odatda kelib aka İbrahim aka yaxshimisiz desak, asosan kelgan odamning kimligini deb bera oladi. Endi İbrahim akamni nayt yaxshi cho'lpan deb tunuymiz, nayt yaxshi naqshchi ijodiyatchi deb tunuymiz, qiziqchi, yumorchi deb tunuymiz-da. Hammamiz yaxshi ko'ramiz. İbrahim akamning hayoti haqiqatan biz havas qilgudek, biz qoyil bo'lgudek bir hayot. Endi bayiqi ifodasidanmi biz İbrahim akamning har ishga jur'at qila oladigan bir xarakterni his qildik. Nurg'un odamning yaxshiligini ko'rdim. Nurg'un narsalar qochilandi menga jamiyatda yaxshi asar oldim hamda. E'tirofga ilindim, yaxshi imtiyozlarga erishdim. Hamda o'zimning orzusi xalq meni qanchalik himoya qildi, nimalarni qochildi, xalq o'zi bergan narsani
yaxshi bir tipqa qachilabdimiz, biz yaxshi odamga hurmat bildiribdimiz, biz tunib o'sha odamga mehribonlik qilibdimiz deb qolsin deb shu xalqimiz qachilgan. Hatto oilamdagilarning menga tutgan pozitsiyasi hammasini shundoq bir sahnada o'zimdan bir doklad berilgan bir fursat kelgan bo'lsa deb shundoq orzuda yurdik. Endi bugun mana katta bir programma bu go'zal hayotniki. Shu programmada xalqning menga berganlarini sizlar menga bergan narsalar deb bir o'zinikini bergan narsalarni o'ziga qaytarib, mushu sizlar bergan narsalarni ishiltib, hozirgida imtiyozga erishdim deb o'zimdan doklad berish orzuyim bor. Doklad berish deb ajib chiroyli dedingiz aka. Cemiyetdən, ətrafdakilərdən, ailənizkilərdən erişkən mehr muhabbət, qollashlar nəticəsində bugünkidək halətə gəlgəninizni, bugün qandaq halətə gəlgəninizni, qandaq iqtidarların özünüzə hazırlığınızı, qandaq yaşayatqınızı, həyatınızın qançalik gözəllikini köpçülikə doklad altında sunmaqçı, şundamı aka? Demək bizni xatircəm qılmaqçı, texmi mühimi bizni texmi təxirləndirməkçi, qayıl qılmaqçı aka. Şimdi desek tamamen buldu deb o'ylayman. İbrahim akam mesela naqshini yaxshi aytdi dedik, ijodiyat mi qildi? Muzik ijodiyat mi qildi? Tekstlarni mi yozamiz aka? Naqsh tekstlarini mi? Chunki naqshida o'zimning demoqchi bo'lgan gaplarini, orzularimni, minnatdorlik tuyg'umni ifodalasam, mening bir tekstim yaxshi bir ohang bilan bog'landi. Bir naqshniki mo'ng bilan dadi birlashgan vaqtida cho'qim xalqni qalbiga yoqdi. Hep muşundaq yazıp kivatımız hem de. İbrahim kam yana bir alaylıki. Mesela nutqi bek yaxshi İbrahim kamning. Ondan keyin ilqi yumurlan shunday yaxshi so'zlaydi. Til qurashtirishlar yaxshi-da. Buningki sababchisini İbrahim kamning kichik chog'laridan tortib kitob bilan o'zini bog'laganligidan deb qarasak tamamen bo'ldi. Ko'pchilik hayron qilishinglar mumkin. İbrahim kam kitob bilan qandaq bağlanıdı deb o'ylashinglar mumkin. Aka mush hikoyangizni bizga bir deb bering. Rahmat. Endi bizniki oilada 7 jamba ota-onamiz bilan bolalarni qo'shganda biz 5 bola, 4 o'g'il, 1 qiz. Men 3 yoshimdan mushu holatda endi. Bizniki uy bilan bir yo'nalishda bir boshlang'ich maktab bor. Bu boshlang'ich maktab bizning uydan 100 metrmi kamaydi shunday darajada orlig'i. Yaqin. Endi uyniki baylardan birisi men endi. Bizning uyga mayli ota-onamning aloqalari bo'lamdi, urug' tuqqanlar bo'lamdi. Har qanday odam kelsa, menga bir ko'y, yarim ko'y pul vermay asosiyatdan pul vermay qaytmaydi endi. Shu vaqtlarning o'zida cho'ng pul 10 ko'y. O uçaqdagi pullarni men bir tutiblan shundoq aniq ayirmayman endi. Mana bunchalik pul deb. Endi men shu boshlang'ich maktabdan tushib vaqtida qaytgan bolalarga pul yurish orqali kitob o'qitgan endi. Pul berish orqali endi o'zimda pul bor emasmi? Bu vaqtlarda eng yuqori yaxshi o'qiydiganlar 5 mo'changa chiqqan tushib vaqtida bularniki neni bilan chayni ta'minlayman. Asosiyatdan choy bergilmay suv bor endi. Uyga qaytgan bolalar cho'qim tamoq yemas olmaydi uydan. Şunu bilan şu sonu berish orqali nom bilan pul. Bu ajoyib o'qiydigan bolalar bordi. Mening pulimni olish uchun personajlarga ayrim o'zi ovoz berib yuqurtiban. Mandaq o'rlashtiradigan bolalar bor, o'ziga qiziq turib, qaysi yaxshi o'qisa shuni jiq pul yuraman-da. Ammo lekin chigva 5 mo. Av sizga kitob o'qib bergan bolalar, ash kitob o'qib berishdan iborat shu xizmatga erishish uchun shundoq o'zini texnik kuchlantirib personajlarga ayirib o'qib raqobat kuchlikanda bu yerda shu o'zini kuchlantirib olmaydi-ku ular. Shundoq qildiki, ukam dastlabda bu pulga o'qiydiganlar kitobning yaxshiligidan hamda bularmi o'zini hamda bog'lab oldi kitobga. Hatto ba'zida men o'qib beray desa, to'xta 3 kun men anlayverman, bu non yeydi ekansa, pulni oldi ekansa bu yerda 2 kun armalar desa bekor o'qiyman deydi emasmi? Kitobning oxirini o'qishga qiziqib, shunami? Endi bekor o'qiyman degan gap qanday shakllandi desanglar, dastlabda men ziyon tortdim bunida.
bu kitap şu küçük vakitte okup toxtagan yerde kitapni ekitidi bular so'mkisiga sep. Ertesi kelgandan taza yaxshi o'qimayotidi bular. Ha. To'xta, bu kitapni bilmasligim kerak ya bularga. Nat to'xtagan bo'lsa shayda qatlab qo'yiblar. Ekitime kitapni. Bularmi o'qishga qiziqdi. Hamda Ay, ikkinchi kuni yaxshi o'qimaslikka sabab kitobni uyga ketib o'qib oldinglar, oxirini aldirab. Shuni siz o'qigan chaqda hissiyotlik chiqmaydi, shundaymi? ha, shundoq hamda shundoq yaxshi sharoitlar bilan shundoq bo'ldi hamda. Hammasi mening urug' tuqqanlarim, qarindoshlarimniki mehribonligida, yanchug'imda pul o'ksimiganligida mushunchalik bir sharoitlarga erishdik. Yaxshi kitob o'qib beradigan do'stlarim bor. Hamda hammasiniki salom soatlarini anglab turamiz. İlham berib turdi. Menda pul bo'lganligi uchun kitobning no'chisi menda bor hamda. Shu bozordan tijorat qildigan og'alarimiz chiqqicha mendan yaxshi kitob chiqibdi Ibrohim, og'a chiqmadi. Og'a chiq pulini beraman deyman hamda. Yaxshi. Ba'zan kitoblarni 10 qatim anglagan yerlarimiz bor. Qayt takror. Ama shuniki demak hamda bizga qachilangan narsa, shularni biz hozir amaliyatimizga tatbiqlab hozir qanday bir imtiyozga erishdik. Qayerda qanday so'zlashni, qanday o'tirishni amaliyotda meni ko'rdi deydigan bakchi qo'shnilar ba'zida girimni qilib chiqdi. Amaliyotda o'zining kayfiyat yaxshi hamda girimni chiqib shundoq yenik o'tib ketdi o'yinimdan. Ha. Pek feyzi gitibsiz deb qo'yman. Ya shunda hoca feyzi gitibsiz siz bugun chiroyli kiyimlar desam, voyjon, siz xotiningizni sarangda baldingiz, bizni sarangda tepib, voy ko'rdi bu deydi. Endi buningga qanday tasvirlab beramiz buni hamda? Bir kimniki kayfiyati qarta uniki bakitimiz hamda. Bugun yaxshi bu. Ajoyib yenik turdi buning harakatlari deb mandaq Hakim qildigan Nurg'ay adam ko'rdi deydi. Sizning hayotingizni go'zal qilgan muhim omillarning birisi atrofingizdagilarning sizga bo'lgan muhabbati desak. Voy, shunda olmamdi. Yana birisini san'at desak to'g'ri bo'lamdi. Albatta san'at hamda bu shu o'zimniki kishilarni o'zimga moyil qilishda birinchi rol o'taguvchimiz san'at sababchi bo'lgan deymizmi? Meni ovozim har holda bo'ldi hamda naqsh etib onu bunu qilib o'zimgim tatib turma bu san'at degan bak yaxshi ko'raman bu kasbni. Gitar chalishni o'zingiz o'rganib olganda aka? Gitar chalishni o'zim o'rgandim. Bundan narsalarni birisidan mening o'rganmagim tasga qarang. Bu qo'limni tutib o'rgatmas bo'lmaydigan bo'lgandiki, ya bu siziq tatpas uya kelmaganman. Qo'yim emas, siziqdan qaydigan bir ishim bor mening. Shunda turib qanday o'rgandingiz endi? Gitarni shu radiodan anglab o'rgandim ovozini. Unda ba'zan naqshlarni qon yuqurdan aytgan bo'lsa, shagi tangishib olam qarangda. Oy. Pərdisini axırdan özünüzün tuyğularınızga asasən gitarni yaxshi ko'rsam kerak. Men hozir gitarchi bolalar bek ustirab ketibdi. Ammo lekin har holda o'zimniki ashtadan chiqmayamda. Endi hozir hammaylar siz bilan ko'rishga shundoq amroq endi. Chunki siz aktiv energiya bersiz, umid ishonch bersiz, naqsh aytib bera olasiz, qiziq gap so'zlarni deb bera olasiz. Demak, o'zingiz bir nurga aylandingiz hozir. Shundoq hukm. Endi qiziq gap bera olasiz dedingiz, to'g'ri. Sal o'zimning kayfiyati yaxshi bo'lsa kerak endi. Shuning qiziqarli narsani ajiq o'ylayman. Atat o'zim uyda yolg'iz qolsammi? Ha. Vaqtli endi 1,5 soat 2 soat bundan yolg'iz qolsam, telefonim etil bo'lib qolmasa, o'zim xo'sh qilib o'tiravermay deydim. Aydan tilib o'rib, ma'no tilib o'rib, haqnimi kuldagash o'zimmi xo'sh bo'lib, qiziqishdan birini deb beray. Ajab yaxshi. Voy qiziq, meniki cho'ngapam bor, bu cho'ngapamniki anjallik tilib bu ishiltidi. Ha. Bu basam qaqshab o'tiribdi, navrilardan yamanlab hamda. Pullayzım bo'lsa keldi bula. Telefonim bozulib qoldi. 8 bosdigan knopkasi bozulib qoldi. Birsimi yozmaydi. Va nima bo'ldi bu telefonimni o'ngishtirsa? 8 bosdigan knopkasi bozulib qoldi. Hech nega telefon uranmayapti deb. Shunga apa 8 ni bosgan knopkasi bozulib qolgan biz 4 ishkina bossang bo'lmadimi ne? Ova! Ko'rdim bu hammani bildim. Men sarang qo'ymoqdim.
olmaydı deydi. Men hal qilib deydi şu. Qo'shildi. Bu ishni hal qilib etdi bu İbrahimjon balam deydi şu. İbrahimkan bağan yeri xoşallık ekilalaydigan bir adamcımı. Ha, telefonlarda şundaq işlajıq telefonlarda onun bunun telefon urib qolamiz. Xilma-xil ovozlarda. Aşı yumur, muşu qiziqchilığınız həmmiyədə şu eqib şurdu. Özünüz bir dəpəsiniz buladı aka. Abdullah akamga telefon urğanışınız bağı. Bu Abdullah akimizle konumuz yakın. Sonul bu adam bilmeydiğin bir numarda urmayamdı. O günah seferge çıkıptı ki. Telefon vursam telefon aldı. Abdullah balam yaxşı mı? Yaxşı çoğun abba. Dep inilip kaldı bu adam. Abdullah balam nakşınız yaman yok görünmen. Bu şirin kişi diyen nakşını şunda mı kattı etipsiz balam? Rahmet çoğun abba. Çoğun abba özde yaşlarının nakşlarını yaxşı görüp anlaydı ki adam. Muhabbet nakşları emrahmen balam. Sen rahmet çoğun abba. Salamet bolsa bu yıl neçə yaş kirgənlədim. 84 girdim. Sen Abdullah balam. Tuncu söygi diyen nakşını telefonu etmekil bulamdı. Sen çoğun abba mən hazır maşinayı davatım. Kolaysız. Bu mən keyin yuxlab barım. Turpan dinkella çoğun abba deyip. Turpandım balam. Tuncu söyginin etine. Desem kolaysız çoğapa ben. Biçer Abdullah Ha kolaysız dep. Maşın bir tek toxtup yetin lan bunam. Çoğapa muşu iş taza kolaysız hem de men keyin yo'qlab barman dep. Muhabbet bo'lmagandiki bolam. Sağanıp kanadan işken yolg'izlikda desem. Ko'ngilni erim qilmislar çoğapa. Sizin hayatınız mı? Muhabbetki tuyungan hem minnettarlık tuyungan bir hayat ko aka. Baya hem de muşaqda azraq to'xtalib o'tib ketdik. İbrahim akamning ailesi cho'ng bo'lgan sharoitda bizga muhabbatdan ushur berdi, ham minnattarlikdan ushur berdi. İbrahim akamning apsimi bek ulug' bir ana. İbrahim akamni hayotdan ümidsizlantirmay, muhabbatga tuyundirib beqib cho'ng qilgan bir ana. İlgirki bir programmada men İbrahim akamni ziyorat qilgan vaqtimda ana degan naqshni aytib, naq maydonda apsiga bo'lgan minnatdorligini bildirgan. Biz analarni ulug' deydi ekanmiz. Mushundaq alayda farzandlarni ümidsizlanmay turib beqib cho'ng qilgan, ularga ümidsizlik urug'ini termagan, ularni hayotni suyib cho'ng bo'lishga kuch chiqargan. Muşundaq suyumlik analardan bek pəxirləndik. Hem İbrahim akam və onun oxşaş nurg'unlagan muşundaq dostlarımız, qeyrindaşlarımızның әні şundaq japakeş apıllarga muş fürsətdə hörmətimizni bildirib ağımız var. Ular әні şundaq alaylı farzandlarning bütün dünyası, şununğa yarışa bütkül dünyası bulup, ularga güzel dünyani, güzel hayatni soğuqib keliyotgan şu analarga salımımızı yollayımız. G'ayrat qilinglar, sizlardan pəxirlənimiz. Farzandinglarga singdirgan ajringlar sizlarga texmi zo'r xushallik bo'lib, yaxshi natija bo'lib, baxt bo'lib yenib kelgay. Endi apangizninki jafolarini biz tasavvur qila olamiz. Endi biz bugun o'zingizning oilangiz to'g'risida ozroq so'zlashaylik. İbrahim akamning nihoyatda kuyimchan bir ayoli bor. Nega bo'lsa İbrahim akamdan ayrilmaydigan. İbrahim akamning ko'zi bo'lib kelyotdi. İbrahim akamga dünyanın güzelliklerini sözlep his qildirib kelyotdi. İbrahim akamga hasi bo'lyotdi, hamroh bo'lyotdi. Uni ish yerda tamtirtib qo'yib baxmidi. Oilangizlar haqida ozroq so'zlab bersangiz qanday aka? Hamda ayolim hozirgi mening altimni ko'rib turibsizlar. Ayolim kayfiyatimga kayfiyat qo'shgan bir ayol. Meniki san'atdagi taraqqiyotim, ilgirlishim yangi temalarni ki mening tuyg'umda aks etishiga ayolim zo'r yardım va oilamga hamda
ballarını terbiyeleşte asas cidden nurgun yükünü özü üstüge aldı. Çünkü men böyle tanışkan vaxtıda mening muşa halatimda tanışkan ayalım bile. Cümleden hazırgıça biz 28 yıl oldu toy qilib. Hamda muşu uyda bağlı bo'ladi ekanman, bir qatim o'zi xalgan tamoqni etib baxmabdi. Meningdan so'ramay bir tamoqni qilib baxmabdi. Nima yeysiz? Siz xalganni etma dedi. Raskatni qilib, ayolim o'zim bek chiroyli ayol bu. Tafakkur uchuq, mehribon bir ayol. Apamniki quldun meni iyi bo'laman deb oldi. Bir aylık kişilere aytdi. Rahat yaşap kivatimiz hamda. Ayolimniki salomat turishini biz uchun davomliq yaxshi turishini umid qilaman. Endi İbrahim akam dunyoga boshqacha nazarda his tuyg'ulari bilan muomala qildi dedik-ku. Endi hammamiz bilamiz, iliqi bir kitob bor. Navoda ko'zim 3 kun ichilgan bo'lsa, jarru, gey bo'lsan tian quangming degan. Mush haqda hamda aka, men o'zingizning singlingizga o'xshash-ku. Shunda bir so'rg'im bor. Navoda shunda fursat bo'lgan bo'lsa, shu qisqagina fursatdan foydalanib ko'rib bilishni xohlaydigan odamingiz yoki bir joylar bormi? Endi men ko'rishga tegishli odamlarimni boshqalar ko'rib bayqamagan yerlarini uqmayman. Ayolimning ota-onasini his qilolmagan yerlarini his qildim men bu ayolimniki. Bir yili bir ziyorat qildi meni bir riyosatchi. İbrahim'ga ayolingizni chiroyini bilamsiz deb. Xamirda men ayolimni o'zini yasab bermisizga dedim men. Tashqi qiyaptini cho'qim yasalayman, chunki men taniyman buni. Obdan bilme ayolimga atab naqshamba, apamga atab aytgan naqshamba hamda nurg'un temalarda tayyorlik qilyapmiz. İbrahim aka unda bo'lsa 28 yildan beri İbrahim akamni mangan qadamlarda tamtirtib baxmagan shu ayoliga bo'lgan minnatdorligini bildirib oldi. Bu mu amaliyotda bir orzuyingizning reallik aylangani shundaq-ku aka? Shundaq. Unda bo'lsa shu dastlabki orzuyingiz, ya'ni doklad berib olay degan orzuyingiz hozir reallik aylandimi? Sizce yaxshi doklad bera oldingizmi? Hamda shu go'zal hayotmi yaxshi bir program ekan, ismim yaxshi qo'yilibdi buning hamda. Buningda mening nurg'un deydigan gaplarim bor, nurg'un hikoyalarim bor. Siz davomli so'zlamoqchi. Bu birisi hamda. Rost narsalarni, xalqni aldamaydigan, haqiqiy narsalarni ko'tarib, men shu xalqimga menimi xajlaydigan, menmi xajlaydigan odamlar bilan birlashib yaxshi narsani tashviq qilish hayolim bor. E'tibor guruhi. İbrahim akam boshqalarning faqatla hisdoshlik bilan yashamayotgan bir odam. Hamda nurg'ulgan odamlar desa taqdirning ba'zi bir chaqchaqlari orqali jismoniy jihatdan yoki ma'qul jihatlardan kamchilik bo'lib qolishi mumkin. Lekin ba'zilar desa uni boshqalarning hisdoshligiga erishishning bir dastiki qilib oladi. Lekin İbrahim akam desa nurg'un kishilardan yaxshi yashayotgan, hatto shikli xil kuzi normal bo'lgan kishilardan yaxshi yashayotgan yoki hatto oilasi, atrofi kishilarni texnik yaxshi kunga erishtirayotgan bir kishilarning bir vakili deb o'ylayman-da mishada. O jihatdan men yana bir qitim o'zimning bir hurmati yoki qoyilligini ifodalayman. Kanza guruhi. İbrahim'ga bayağı halqa mening nurg'un deb bilanmagan gaplarim bor, yana so'siman deyman deb shunda dedingiz, ama shuni deb kelib halqa korxonchilar meni xayjlasa, men korxonchilarni xayjlasa degan bir gapni men aniq tushunamadim. Shuningga aniqlim bersangiz azar paranglab deyishgan. Mayzon Mevzu deb bo'ldi. Sizga yetib bersam bo'lamdi hikoyamni. Bizningki Changji kino televiziya taqt shirkatiniki bir ochgan programmasi bor-ku. Bu programmaning ismining o'zimi deb bilanmadim. Nurg'un gapni deb bilanmadim degan ma'noda bu deb bilanmadim degan programma. Bu programmaning o'zida sizning qanchalik hikoyalaringiz bo'lsa, men haqsiz taqtishga hozir bu programma munosabati bilan kepil. Bu programmadan tushgandan keyin ikkimiz aloqalashib, o'sha deb bilanmadim programmasida ikkimiz mundishli. Rahmat. Aslında
sahnalarning İbrahim akamga jiqroq bo'lishini bek umid qilman shaxsan men o'zim. Rahmat Shamsiya ukam. Men shu korxonchilarga yana bir tashviqot o'zimniki loyihasini deb baqsam endi. Uyun qo'ydigan sharoitim to'liq. Uy mashinasidan bo'lsa, birini olsam, bir korxonchi bilan maslahatinglarni tashviq qiladigan ish olsa, viruskanlarni olsam, uyun qo'ysam pastda mengishim, turishimda hammasida viruskanlar bo'lsa, do'yinda juborim bor, ma'lum nisbatda finsirim bor. 6-7 oyda bir ichib yuribmi, bir 50 mingga yaqin finsirim bor. Ayolimning sho'purlik klinikasi bor. Yaxshi muzikatim bor. Demak, hozir İbrahim akamning demoqchi bo'lgani texmi oydin bo'ldi. Menda iqtidor bor. Menda mahsulot yoki sizlar yetkazmoqchi bo'lgan uchurni yaxshi shaklda, al yaxshi ko'radigan shaklda boshqalarga yetkazib beradigan iqtidor bor. Bumi bir doklad qo'yamdi. İqtidorim tushib yetildi. Uningki mening tomoshabin manbarim bor. Hammalar tunuydi. Ammo shunday sharoit ostida sizlarning tashviqotinglarga men yaxshi kuch bo'la olishim mumkin degan maqsad bu o'zini o'zi to'yjian qiladi da amaliyot İbrahim akam. G'ayratingizga apirin akam. Rahmat. Chang'ja egilik tiklash klubi. İbrahim akamning shu so'zlash orzuyim bor dedi. Bu arzusini yana bizniki shu Chang'ja egilik tiklash klubidami amalga oshirg'il bo'ldi. Qanday amalga oshiramiz degan vaqtda bizning klubga kelgan kursantlarga İbrahim akamizning haqiqiy hikoyasini anglata olamiz. Bunun bilan ikkinchi arzusim amalga oshib qilishi mumkin. Masalan, bizningki egilik tiklash klubimizga egilik tiklamoqchi bo'lgan, korxonasini zo'raytmoqchi bo'lgan, taraqqiy qilmoqchi bo'lgan, yangi bir turlarni qilmoqchi bo'lgan nurg'un o'quvchilar kelishi mumkin. Mushular tashviqot qilishga muhtoj bo'ldi. Demak, İbrahim akamning ikkinchi arzusini ular anglagandan keyin mushu arzuni uchun bir plan tuzishi mumkin. Rahmat. Şulabağ şirketi. İbrahim aka yaxshimisiz? Yaxshiman. Mush İbrahim akamniki men tunjilikqa turpanga kelmamsan dedigan bir naqsi bor. Turpanga kelmamsizlar. Shu orqali tunigan İbrahim akamni. Turpanga kelmamsan. Endi bayatdan VCR'ni ko'rish orqaliqmi men shunda qoyilligim ochdi. Ham o'zim shunda ta'sirlandim. Endi İbrahim akamniki arzu armonini oldik. Butun Şinjanni aylanib chiqsam, ham korxonchilarmi mendan foydalansa, menmi korxonchilardan foydalansam deb. Endi men Shulobov shirkatiga men bir obraz vakili bo'lish orqali men shu sizni shu o'lchamingiz haqiqiy bir bitib chiqsangiz, manchilik haqalimiz. Ma'qul holatdan bo'ldi desangiz, yaqinda sizni qo'llaymiz. İdeya guruhi. İbrahim aka, ideya guruhi sizning orzungizni qo'llaydi. Endi bu arzuni ijro qilish jarayonidagi barliq yo'liqqan masalalarga o'rtaq holatda sizga yordam qo'lini sunishni xohlaydi. İbrahim akamning gap so'zlaridan meningcha ekran oldidagi do'stlarimizmi har xil tuyg'ular bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Shunga barliq qadrdon do'stlarimizning bugungi bizning Güzel Hayat programmamizni ko'rayotgan Güzel Hayat programmamizda hayotdagi uchirgan qismatlariga bardoshlik berib, hayotini go'zal o'tkazayotgan İbrahim akamning hikoyalarini anglagan do'stlarimizga shundoq degim bor, atrofingizdagi mehr muhabbatga muhtoj bo'lgan barliq kishilarga azroq bo'lsa mehringizni berishni hargiz unutib qolmang. Meyib do'stlarimizga salom yo'llaymiz, g'ayrat jasorat tilaymiz. Ham barliq har millat do'stlarimizning ana shundoq do'stlarimizga har vaqt mehr muhabbatini aymasligini tavsiya qilamiz. Endi İbrahim akamninki naqshlar haqida bayon gap bo'ldi. Turpan kelmamsa degan naqsi bekrak tilga ilindi. Undan boshqa İbrahim akamning bek chiroyli ijodiyatlari bor. O'zi o'rinlagan shunday chiroyli naqshlari bor. Bugunmi shu ekranga yuzlanib turib, ayolingizga bo'lgan muhabbatingiz va minnatdorligingizni aytsangiz, biz undan naqshangizni qanday deysiz? Ben bir narsani so'zim orqali yaxshi ifodalamaganimni naqsham orqali hali yomon emas ifodalayman. Bo'ldi. Unda siz hozir anglasak bo'lamda naqshingizni aka?
Can desem tenimde, yar desem yanımda. Canım desem, tenim desem, yarım desem, yenim desem. Gül hayatım seni alıp, görmez gözüm başkını. Ayalımdı, otun desem, suyunda, nakşa etsem küyümde. Oğlum desem, şunda sen, nakşa etsem küyümde sen. Gül hayatım seni alıp, görmez gözüm başkını. Ayalımdın başkını görmez, görmez gözüm. Çırağım sen, bana yanğın, bəxt kuşum beşim kapımdan. Çırağım sen, bana yanğın, bəxt kuşum beşim kapımdan. Kuş avazı buldum sana, ayalım sen, her yerlere kaçan yanımda sen, ayalım var. Can desem tenimde, yar desem yanımda. Canım desem, tenim desem, yarım desem, yenim desem. Gül hayatım seni alıp, görmez gözüm başkını. Ayalımdı, otun desem, suyunda, nakşa etsem küyümde. Oğlum desem, şunda sen, nakşa etsem küyümde sen. Gül hayatım seni alıp, görmez gözüm başkını. Ayalımdın başkını görmez, görmez gözüm. Çırağım sen, bana yanğın, bəxt kuşum beşim kapımdan. Çırağım sen, bana yanğın, bəxt kuşum beşim kapımdan. Kuş avazı buldum sana, ayalım sen, her yerlere kaçan yanımda sen, ayalım var. Kettim benden halikler, yolumdaki darlikler. Yitlep yürgenç kolumdun, ayalım sen. Kettim benden halikler, yolumdaki darlikler. Yitlep yürgenç kolumdun, ayalım sen. Kademem ravan yolunda, kolum senin kolumda. Kademem ravan yolunda, kolum senin kolumda. Mehriban ayalım var. Rahmet İbrahim ka, qaltis ijadiyatdan yana birini qıpsız. Bu naqşınızı anlayan barlıq ayollar çoxum hayacanlandı. Ailanlarga texim zor bəxt diləyimiz aka.
farzandlaringlarni shunday yaxshi tarbiyalayapsizlar, sizlarning oiladan xushal kulkilarning davomli yangrab turishini bek umid qilamiz aka. Ali, yig'inchaqilsin deb qalsaq, qanday yig'inchaqlaysiz? Qanday xulosa bilan oxirlashtirasiz? Endi İbrahim Qurban akimizning shu bizga so'zlab bergan gap so'zlaridan bundaq bir narsani bilgil bo'ldi. Birinchi, bu qandaq odamni miyib deymiz deganda, ba'zilarning ta'biri ma'lum a'zosi yo'q, kam bo'lqas miyib deymiz deb qaraydi. Men to'liqsiz o'qigan vaqtda bizning sinfda shu 6 deydigan bir bola bordi. Shu 6 deydi. Nima shu 6 deymizsek, uning mayirda bir quli bordi. Endi ush qo'yib qolsin nima deymiz deydigan gap chiqdi. Endi kam odamni rasl miyib deymiz desek, pak odamni miyib deyish to'g'ri keldi. Chunki uning igizlik yo'q degan gap. Endi igiz odamni miyib deyish to'g'ri keldi. Chunki uning pakalik yo'q degan gap. Agar mushundaq tahlil qilsak, hamma odamda bir miyiblik gap chiqdi degan gap. Endi gap masal nada bo'ldi degan vaqtda nurg'un odamlar, mana mush nuqta ilib aytganda nurg'un odamlarning butun hissiyoti yoki ko'z qarashi o'zining osh kamyeriga yig'inchaqni qoldi ba'zi odamlarning. Ularning ko'z qarashida ulardagi bearomchilikni, ularning ko'ngli yerim bo'lishini, hatto ularning muvaffaqiyat qozonmasligini dal o'zidagi osh yo'qlik, o'zining kamlik tarafim shakllanadi deb qaraydi. Bu xil natijada uning hayot asosiyatidan og'rinish holati o'tib ketadi. Endi İbrahim Efendi cho'disi dal mush nuqtada uftiq qolgan. Bu odam o'zida yo'q narsaga emas, bor narsaga jiqroq diqqatni og'dira olgan. Shu İbrahim Qurban akimizning bayotini deganimi minnatdorligimni ifodalayman dedi. Demak, hozir sharoitdan rozi degan gap. Endi gap nada desa, hozirgi sharoitda mushundaq bo'g'achqa o'zi o'ylagandek bir ayolga erishganlik uchun, o'zi yaxshi ko'radigan bir oilani qurib chiqqanlik uchun minnatdor bo'ldimi? Yoki shu minnatdorlik mushundaq bir oilasini ijod qilib shakllantirdimi degan bir nuqta bor. Shu qandaqdir bu sharoit shakllangachki minnatdorlik tuyg'usi shakllangan emas. Asl nima desa, men bayotin degandek bu odam o'zi yo'q narsaga emas, bor narsaga diqqatni og'dirgan. Neticede minnettarlık deydiğen bir yukarı çastotluq energiya şekillengen. O energiya anından ki bugünkü ailesini şekillendirgen. Muş noktunu biz tunup yeterlisek, bizim bu qatamlıq sanımız muvaffaqiyetli oldu deb qarayım. İbrahim Kam çıraylık dokladını bizge berdi. Özünün minnettarlık hissi duyguları bizge sözlep berdi. Onundan başka İbrahim Kam bizge aktif enerjilik mezmunlarını parça şekilde yetkizip berdi. Bilim arqılıq taqdirni o'zgartirish. Kichigidan kitob o'qishni yaxshi ko'radiganligidan iborat shu hikoyasi bilim orqali İbrahim Kamning keyingi turmushiga o'ziga ulsag'anligini bizga yetkazib berdi-da, bu bir bek yaxshi uchur. Yoshlarimizga bo'lsin, cho'nglarimizga bo'lsinmi, hammamizga bilimning mangu biz uchun eng qimmatli boylik ekanligini yana bir qaytim bir sharhlab berdingizda aka. Hayotingizga ta'sir ko'rsatdi-da shu kitoblarmi, shundami? Uningdan boshqa minnatdorlik to'g'risida bizga uchur berdi. Masalalarga qanday muomala qilish to'g'risida shunday ta'sirli bayonlarni aytib o'tdi. İbrahim akam bizga bugun ish qilib, go'zal hayot to'g'risida jiq mazmunlarni yetkazib berdi deb o'ylayman. Yana bir tarafi, go'zal hayotning ishida yashab etib, hayotini yanada go'zal emas deb o'ylayotgan kishilarga asli go'zal hayotning qanday bo'lganligini yana bir qaytim aytib berdi. Hayatınız texmi güzel bo'lsin aka. Hayatınız siz söyleyen sanat bilan, hayatınız sizni qadrli qilayotgan shu qadrdonlaringiz bilan, mehr muhabbat bilan, ko'pchilikning qo'llashi bilan, madadlari bilan, olqishlari bilan texmi güzel bo'lsin. Sizga rahmat aytamiz. Yaxshi tilaklarni tilaymiz. Rahmat aka. Qadrli ko'rman do'stlar. Hayot to'limi güzel. Hayot o'zini tunish, o'zini e'tirof qilish, yuzlanish bilan güzel. Hayot umidvorlik, tirishchanlik, mehr muhabbat va minnatdorlik bilan go'zal. Hammalarga go'zal hayot yor bo'lg'ay. Kelarki son programmamizga erishaylik. Xayr xo'sh.